Siz birinchi sotsialniy saytda bron qildingiz, domenni oldingiz, patentni tekshirib beradigan bitta xizmati bor. Garantiya bermaymiz deydi, lekin chiqish ehtimoli yuqori yoki pastligini sizga aytamiz deydi. Chiqish ehtimoli yuqori degani 99.9% olasiz degani. Yo 500 ming so'm yo 600 ming so'm turadi. Siz o'sha yerda uskorenni 4-5 kunda tekshirib olib turib, bu yog'iga gazini bosib ursangiz bo'ladi. Patentda mana bunaqa qoida ishlaydi. Kim birinchi murojaat qilgan bo'lsa, o'sha haq deydi. Misol uchun siz bo'lganda shunaqa voqealar. 5 yil bitta nom bilan ishlayapsiz, 5 yil bitta nom bilan ishlayapsiz, lekin patentga murojaat qilmagansiz. Hayolingizga kelmaganda bu narsa. Lekin bir oy oldin boshqa bitta konkurentingiz xuddi sizning nomingiz bilan mahsulot chiqarib boshlaydi-da, lekin uni patentlab qo'yadi. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin boyiga yangi boshlagan bola sizni sudga beradida, aytadiki, meni nomim bilan ishlab, meni nomim bilan foyda ko'rib yuribdi, necha yildan beri ishlab yurgan bo'lsa, shuncha yillik foydasini menga olib bering deydi. Moralniy usherb olib bering deydi. Keyin kelib sizni tekshirishadi-da, yo siz ishingizni to'xtatasiz, shu nom bilan chiqarishni, yo unga keltirilgan zararni to'lab berasiz, yoki ham to'xtatasiz, ham to'lab berasiz, yoki hamma narsangizni o'sha nom bilan qilganingizni yo'qotasiz-da, bo'ldi boshqa qilmayman deb uzr so'raysiz. No, по-любому to'xtatadi sizni. Kim birinchi murojaat qilgan bo'lsa, o'sha haq bo'lib chiqadi. Oldin faqat O'zbekistonning ichida olinardi. Mana shu oxirgi 1 yil menimcha dunyo bo'yicha qarashyapti. Yangi bitta qanaqadir konvensiyaga qo'shildik biz. Oldin nima bo'lardi? Mirovoy kompaniyalar kelmasdan oldin bizda intellektual mulk agentligi ochilishi bilan Schuster bolalar Adidas, Nike, Puma, Reebok hamma baloni patentini olib qo'yishdi murojaat qilib. Keyin boyaga Adidas keldi-da, Adidas deb do'kon ochuvdi, aytdi, uzr dedi. Patent meniki dedi, sen ocha olmaysan dedi. Keyin u nima bo'ldi? Qancha so'raysan dedi. Kelishamiz dedi. Sotib oldi patentini. Sotib oldi. Men bu domenlarni ham arzon bo'lganiga domenni bron qilish 17 ming so'mmi shunaqada, arzimagan pulda. Mashhur brendlarning hammasini tas domenlarni bron qilib tashashdi. Ana uz deganlarini, boshqa deganlarini. Ular keldi-da, O'zbekistonda uz deb ochaman dedi. Qarasa anaqa, uje zanit. Bermanga desa, qimmatroq pul so'radi. Mayli, senga bo'la qolsin, padarka, men o'zimni komim bilan, .com bilan ishlayveraman dedi. O'zining ishi bilan davom ettiraverdi. Lekin patentda bolalar eshitishim bo'yicha normalniy pul ishlab oldi. Lekin shunaqangi ham momentlar bor, misol uchun mana Ferrari, mirovoy brend, Ferrari hamma narsadan patentlagan ekan, yerda klasslari bor-da. Eng muhimi 35-klass degan narsa bor. Mana shuni hech kim sizlarga yetmaydi. Sizlar misol uchun tekstilchi bo'lsanglar, tekstilni ishlab chiqarish, bir narsa degan 20-25 degan klasslarni ovrasizlar-da, lekin 35 olmaysizlar. Yoki aksessuarchi bo'lsanglar, aksessuar degan klassni olasizlar, qurilish bo'lsa, qurilish degan klassni olasizlar, lekin shu nom bilan marketing va reklamalarni ishlarini olib borish degan bitta 35-klass bor. Eng asosiy klass. Mana shu klassni olmasanglar, do'konlarning tepasiga ham shu nomni qo'ya olmaysizlar. 35-klass muhim. Chunki biza olib turib, keyin alohida murojaat qilib 35 olganmiz-da. Chunki o'sha joyda xato qilgan bo'lganmiz. Ferrari hamma klassdan olgan ekanda, bitta alkogol ichimliklarni ishlab chiqarish bo'yicha klassni olmagan ekan. Rossiyada bitta tadbirkor Ferrari degan vodka chiqardi. Ferrari shokda. Sen meni nomimdan foydalana olmaysan, bu meni brendim, men bunga umrimni tikib yuborganman, 100 yillik kompaniya bu desa, uzr dedi. I'm sorry dedi. Sudda ham yuta olmadi. Ferrari degan vodka chiqdi. Keyin nima bo'ldi? O'sha kelishishga majbur bo'ldi. Keyin sotdi.